Assalomu alaykum ko'pchilik. Meni ko'pincha toniysizlar, hamda shundaqdimi tonimaydiganlar uchun o'zimni bilan bir tanishtirib o'tay. Chunki bu video hujjat xarakterlik bir video bo'ladi. Shuning uchun o'zimning kimligimni bilan bir tanishtirib o'tay. Mening ismim Mehmet To'xta Ataulla. Men 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi. İstanbul'daki Selimpaşa mahallesinde turuyataman. Aldınqı yilisi bu yerdeki Uygurlarning mektebida o'quv Uyg'ur bilik yurdi maktabda 1 yilga yaqin kuniga 2-3 soatdan farklı şekillerde ders berdim bolalarga. O'tgan yil maktabdan ayrılıp başka bir tadqiqot o'rnida ishlayapman. Endi meniki bu gaplarni deyishimdagi sabab nima deganda hammanglar bilgininglardek yoki bildig'ininglardek o'tgan bir hafta mobaynida bizning bu mahallada kichik qizlarga, Uyg'ur qizlarga jinsiy parakandachilik qilinganligi haqidagi xabar oshkorlandi, tarqaldi. Shuning bilan bu ishninki bosh oxiri to'liq tushunilmasdan nurg'unlagan gap so'zlar bo'ldi va hozirgacha bo'lyotidi. Mayli hamda bu yerdagi bu ishga jankesh kuchirgan ota-onalar bo'lsin yoki shu ish yuz bergan qori yoki maktab degandek munosabatlik o'rinlar bo'lsin, bu masala ustida hozirgacha atrofli bir tushuncha bermadi. Shuning uchun har kim buni har xil tushundi. Chunki endi yiroqdagi kishilarningki buni to'g'ri tushunish shakli faqat bu yerdagi kishilarningki bergan uchurga tayindigan bo'lg'achqa bu yerda bir shundoq uchur kirligi demdik, shundoq bir narsa o'tirib chiqdi. Shuning uchun men ijtimoiy mas'uliyatimni ado qilish nuqtasidan chiqib turib bu masalaga qarata bir tushuncha berish kerak deb o'yladim. Shunga bugun bu videoda shu tushunchani bermoqchiman. Men bu yerda turayotgani uzun bo'lgan bo'lsin-u, lekin o'tgan bir qancha hafta ichida men mahallada turib ketmaganligim uchun bo'libmi o'tgan 2 hafta 5-yil voqeasiniki xotirlash munosabati bilan Anqarada faoliyatlar bilan bo'lib, orqadan yig'in munosabati bilan shu yerda bo'lganligim uchun voqeaninki tafsilotidan balki xabarim bo'lmabdi. Men bu Anqaradan qaytib kelib, ondan keyin haqiqiy ahvollarni uqdim. Shunga men bilganlarimni sizlarga hech qaysi tarafga yon bosmagan asosda bor shaklda yetkazmoqchi. Endi bu yerda mening ta'kidlab qo'yadigan bir qancha nuqtam bor. Birinchidan meningki yetkazadiganlarim bir adliyalik organninki dokladini ya soqchilarniki yoki mahkamaning qarorini ko'rib turib, ondan keyin yetkazgan uchun emas. Yoki anlagandan keyin buni dalillab, tekshirib, tadqiq qilib qilgan narsa emas, chunki mening razvodka qilish huquqim yo'q. O'zinglar bilasizlar. Ammo men maktabdagilardan, o'qituvchilardan, ondan bolalarning ota-onalaridan so'zlashni xohlaganlarning hammasidan uchur elish, paranglish orqali boshqa qo'lim qo'shnilardan ahvolni o'rganish orqali egillagan uchurlar. Shuning uchun buni faqat bir masalani tushunishdiki uchur deb qarasanglar bo'ladi. Bu bir qonuniy paket bo'lolmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala hamda meningki so'zimni xohlagan yerini kesib shu yerni taqatmasliklarni umid qilaman. Agar shunday qilinsa ma'lum kishilar tarafidan uningga men javob beramiz. Chunki kontekst ichida deyilgan gap kontekstdan chiqqan vaqtda boshqa bir ma'noga aylanishi mumkin. Shunga so'zim bir butunlik ichida tushunilsa eng to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Bu ikkinchi nuqtam eskartib qo'ydigan. Uchinchi nuqtam bo'lsa, men faqat tushuncha berguchi.
Ama bu jarayonda so'zni ifodalashda kichiklatish yoki cho'ngaytirish degandek ahvollar mening g'arzimsiz bo'lib qolsa yoki shundoq o'ylamagan shaklda o'tirg'i chiqib qolib qolsa, u chog'da mayli ziyonkash kuchug'uvchi bolalarning ota-onalari tarafdan bo'lsin, mayli maktab va qo'rg'onning mas'ullari tarafdan bo'lsin yoki bizning bu yerdagi xalqan jamoat tarafidan bo'lsin, tuzitish berilsa bo'ladi. Ya'ni bu masalani siz aynan o'tirib qo'ymabsiz deyilsa, men uni shu paytda inkos qismida yozib qo'yaman, inkos qismiga kirgizib qo'yaman. Ya'ni men demakchi, men Qurbonning aytishicha, sizlarni bu ishdan xabardor qilmoqchi. Albatta bu jarayonda bolalarningki va ota-onalarningki maxfiyatligi doirasiga kiradigan ba'zi tafsilotlarni oshkorlamayman, chunki meningki undaq huquqim yo'q deb qarayman. Qonun nuqtasidan surishtiruv qilinish ehtimolligi bo'lgan ba'zi tafsilotlarni oshkorlayolmayman. Men faqat hamma kishiga oydin bo'lgan navbatdagi masalaniki, ya'ni ma'lum qismi kishilarga yetgan, ammo umumiy bir butunlik ichida tushunolmagan bu masalaga bir tushunishlik bir rasm, tushunishlik bir ko'rinish qatmoqchi. Undaq bo'lsa, maqsadimni to'g'ri uqtira olgan bo'lsam, so'zimizga kelaylik. Selim Paşa'da nima ish bo'ldi? Selim Paşa'da sizlar anlaganinglardek bir qism bolalarga jinsiy parokandachilik silish voqeasi yuz berdi. Bu bosqinchilik emas, biz bildiğin şekildeki, yoki odatdagi po'xurlik qilish qilmishdir emas, ya'ni chaqchaq qilib degandek, balki bolalarni yaqinlikdan foydalanib, munosabatdan foydalanib suiiste'mol qilish, ya'ni buni jinsiy parokandachilik deb tushunishni men shunday atashni to'g'ri topdim. Hamda qonuniy iborani sud o'zi ishlatadi. Endi bu parokandachilikninki darajasi o'xshamagan darajada ba'zi bolalarga yengilroq, ba'zi bolalarga og'irroq shaklda bo'lgan. Albatta bu yerdagi endi qanday bo'lgan deganni men bu videoda oshkorlayolmayman. Buningki har xil shakllarda o'tirg'i chiqqan ekan. Endi bu ish qachon yuz bergan desanglar, bu ish Abduvali muallimninki Facebook'da e'lon qilgan xabarida 6 oyninki 16 kunisi tunji bo'lib, bir onaninki qizidan anglagan, ya'ni Ahmadjon bu ishni qilguvchining ismi Ahmad Qodirov deydi. Bu kishi meningki ma'lum a'zolarimni tutdi yoki so'ydi degandek shu jinsiy parokandachilikka kiradigan uchurni onasiga yetkazishi va onaninki bu masalani dadasiga, dadaning maktab mas'ullariga yetkazishi bilan bu ish oshkorlangan. Bu ish fosh bo'lgan deyli. Kimga fosh bo'lgan? Shu ota-onalarga, shu maktabdagi mas'ullarga, qo'rg'ondagi mas'ullarga fosh bo'lgan. Endi bu ish fosh bo'lgandan keyin taras shu 6 oyning 16'da shu ishninki shunday fosh bo'lganligi to'g'rimi deganda men taraflardan so'rgandan keyin shu vaqt to'g'ri dedi, lekin aniq chislarni deb bermadi. Ben şu Abduvali muallimninki shu chislasini boshqalardan so'rgandan keyin shu vaqtda bo'lganligini his qildim. Endi buni konkret 15 mi, 16 mi, 14 mi bunda inchik tekshirish mencha sizlarning ehtiyojinglar emas. Shuning uchun men shu qismini shu shaklga yetkazay deb o'yladim. Ondan keyin bu ish bo'lgandan keyin qandoq bo'lgan desanglar, bu ish bo'lgandan keyin ota-onalar va maktabdagilar
bu ishdan nihoyatda jiddiy qaragan va endi buni qanday bartaraf qilamiz degan vaqtda ota-onalar deganim endi bir yoki ikki ota-ona. Bular endi bu ishni boshqalarga oshkorlamayli, u o'g'rini maktabdan qo'g'lab o'tinglar yoki hovlidan qo'g'lab o'tinglar. Amaliyotda u maktabda turmaydi, hovlidan qo'g'lab o'tinglar. Ko'zimiz ko'rmasin degandan bularmi bo'ladi deb qo'g'lab o'tgan ekan. Endi bu gapmi har ikki tarafdan anglab ondan keyin degan gapim. Ya'ni maktabdagilar biz mushta degandan keyin bu talab bo'yicha qo'g'lab o'tdik dedi. Ulardanmi so'rganda rost shundoq bo'lgan shu ahvol deb buni qabul qildi. Bu mening anglaganlarimga asosan da'vatganlarim. Ondan keyin oradan bir qancha kun o'tgandan keyin, bir qancha kun o'tmabdi, oradan 15-20 kun o'tibdi. Bu ota-onalar deyilib, bolalardan texmi ishkirlab ahvol so'rash jarayonida masalaning texmi og'irligini bayqagan chog'i. Shuning bilan bu ahvolning texmi og'irligi oshkorlangandan keyin buni soqchiga ma'lum qilamiz. Soqchiga ma'lum qilmasak bo'lmaydi ekan degan yerga yetgan g'azablanib. Shuning bilan mening anglaganim bu ota-onalardan biri maktabdagilarga, ya'ni bu yerdagi maktab deganim endi Uyg'ur Uyg'ur birlik yurtidagi maktab. Bu mas'ullarga telefon qilgan. Biz buni ma'lum qilamiz deb. Ma'lum qilamiz degandan keyin bular ma'lum qilsanglar qilinglar degan. Bularning bergan bayonimi shu WhatsApp to'plarida. Men o'zidan so'rgandan keyin shundoq dedim, ota-onami buni e'tirof qildi. Ya'ni shundoq bo'lgan dedi. Bu yerda maktabdagilar qilmanglar degan, qilmanglar qilsanglar bo'lmaydi deb bisim qilgan ahvol yo'q bu yerda. Shuning bilan ota-onalar maktabga bu deloni ma'lum qilgan. Ma'lum qilgan xatolashdi. Maktabga emas, soqchiga ma'lum qilgan. Soqchiga ma'lum qilgandan keyin soqchilar kelib buni tekshirishga kirishib ketgan. Tekshirishga kirishib ketgandan keyin bu yerda jinoyatchiga tutish buyrug'i chiqarilgan, bolalarni olib borib tekshirgan. Endi bolalarni olib borib tekshirgan ifodasini olgan. Endi hozirgacha ikki oila shikoyat qilgan soqchiga bolalar ustidan. Bu qancha bola deganda hozirgacha o'tirg'i chiqqan biz bildigan bola, ya'ni gap Abduvali ma'lumninki yozg'ini bo'yicha yoki jamiyatda tarqalgani bo'yicha 7. Ammo ota-onalarninki ega bo'lib da'vo qilgan bola 4 ekan. 3 bolaninki ota-onasi bizning bolalarimiz hech masala yo'q, faqat shu ishqa chetilib qolibdi, amaliyotda bolalarimizni masala yo'q deb turgan bo'g'achqa uni dalil degili uning bir narsa degili bo'lmaydi ekan. Shu men biraz demayman, ota-onasidan so'radim, ota-onasimi bizning bolada hech qanday ahvol yo'q, shunga mening bolamni bir ish bo'ldi deb desak bo'lmaydi dedi. Shuning bilan hozir 4 bolaning ustidan ota-onasi soqchiga shikoyat qilgan. Endi bu bolalarninki yoshi yoki bu bolalarninki kimligi, qanday darajada uchirganligi haqidagi narsalarni men bu videoda demayman. Chunki bu bolalarning haq-huquqi, oilaning haq-huquqi nuqtasidan maxfiyatga kirishi mumkin. Bilmayman, men advokatdan maslahat olmadim bu gaplarni sizlarga so'zlash uchun. Endi jinoyatchi kim desanglar, jinoyatchi shu mahallada uzundan buyon yashab kelayotgan Ahmad Qodir ismli bir kishi, bu 50 yoshlarda bor bir kishi. Buni men taniymiz, yiroqdan taniymiz tabiiyki, ammo bu yerdagi Selimpashadagi Uyg'urlarniki rohatda bir qo'ro bor, shu qo'roda o'tiradi. Ya'ni shu zamkash kuchirgan bolalarning qo'shnisi endi. Bu kishi nima ish qiladi desanglar, bu kishi maktabning remontchilik ishlarini qilib beradi. Lekin maktabning muqim ishchisimi emas, mening bilishimcha.
Çünki o oylik maosh berib, muqim maktabda yetib qolib yoki maktabda ishlaydigan muqim ishchi emas, ammo maktabniki remontchilik, buzilgan yerlarini kelib ketib o'ngshaydigan mushtaq bir kishi. Rahat qorasida turdi. Endi bu voqea, ya'ni bu jinsiy parokandachilik voqealari qandoq yuz beribdi, nada yuz beribdi desanglar, hozir endi bu voqea asosligi buning uyida va remontchilik qiladigan ombirida, qoroning ichida bo'lgan. Ammo qisman liftda yoki boshqa yerlarda degandek maktabniki ichidami sodir bo'lgan. Bu meningki endi bolalarningki bir ota-onasidan anglaganim, bireylardan anglaganim. Ammo haqiqiy shaklda endi maktabda, qoroda, yana boshqa narsalarda bo'lganligi haqidagi narsa endi soqchilarning dokladida chiqadi. Men faqat anglaganni deyalayman. Hozirgi ahvolda shu asosligi maktabdan bu ish ig'ir sodir bo'lmagan, faqat qoroda va uningki nimasida remontchilik qiladigan ombirda. Undan keyin qisman ahvolda dengiz sohillarida bo'lgan. Endi bu ish qandoq bo'lib odam tarafidan sodir qilinadi yoki nimishqa bundoq sharoitga u erishidi desanglar, bu kalada tushunmaydigan masala bu bo'lishi mumkin. Bu yerda bu kishi o'ziningki 10 necha yoshli bir qizi bilan birga turadigan bir kishi. Bu qo'rodagi bu qo'shnilar bilan inoq o'tadigan, yaqin o'tadigan bir kishi. O'zimi taqvodor, 5 namozni masjidga tashlamaydigan, masjidga borib o'qiydigan bir kishi. Ham haliqi men boshqalarni anglaganim endi jinsiy jihatdami bu haliqi iqtidorsiz deb qaraladigan mushta bir ahvol bor ekan. Men bu tarafini mushishdan keyin uqdim, buni bilmaydim. Bundoq bo'lgandan keyin bu kishiga ishonch qilinib qolgan bir ahvol mavjud endi. Ota-onalar, qorodagilar, hatto maktabdagilar tarafidan endi hammamiz tarafidan. Ondan keyin bu kishi o'zining bolasini maktabga olib borib akilish jarayonlarida endi bu bolalarni motosiga mindirib olib, shundoq olib borib akagan. Ondan keyin uyda bu bolalar o kishining uyiga kirib o'ynagan endi qizlari bilan adashib bo'lish jarayonlarida. Endi maktab deganda nuqul bu yerdagi o'quv Uyg'ur maktabiga kelganda ketganda og'och kelib og'och ketgan emas. Bu yerdagi davlat maktabi, Ahmad Zidan deb davlat maktabi bor. Bu maktabga olib borib kelgan ahvollar mavjud ekan. Ya'ni demakchi bo'lganim nima deganda, bu shundoq bir yaqinlik munosabatdan maktabdagilar, ota-onalar jumladan bu yerdagi jamoatlarniki bexastaligimizdan ham u kishining o'zininki hamda tahammül olsun nakesligidan hamda ko'rilgan bir hodisa. Shunga bu narsa oydin bo'lmagan vaqtda nurg'un kishilarda har xil xato tushunchalar o'ttirg'i chiqyotidi. Hamda bu yerda tushuncha beradigan yana bir masala hamda bu bolalar odatda muqim davlat maktabining bolalari. Chunki bu yerdagi bolalarning hammasi odatda davlat maktabida muntazam o'qiydi. Bu Uyg'ur maktabida Bibulloh Hajim Ko'saniy boshchiligidagi bu o'quv Uyg'ur maktabida qo'shimcha o'qiydi. Bu maktabningki xarakter haqidami tushuncha berishim kerak. Chunki Qur'on kursi deb bir tutash Qur'on kursi qatoriga chiqarib o'tilgan va bu yerdagi o'qituvchilardan tortib hammalarni hamda bir diniy ulamo qatorida tanqidlab ayblagan ahvol bor. Albatta diniy ulamolarni ayblamaslik, tanqidlamaslik kerak, chunki gunoh kimda bo'lsa shuni ayblash kerak, shuni tanqidlash kerak. Bu jinoyat oldida ziyoli yoki ulamo deb ayrilmaydi bir narsa, yoki talib yoki student deb ayrilmaslik kerak. Ammo demakchi bo'lganim, bu maktab bu nuqul Qur'on kursi emas. Bu yerda asosligi Uyg'ur tili, adabiyot, men o'zim shaxsan Uyg'ur tili adabiyoti va ingliz tili darsi berdim. Turkiya maktablariga tayyorlik qatorliqlar o'tiladi.
Hatta ma'lum derecede edebiyat san'at faaliyetlerimi buludu. Yani ben İstanbul'da yaşayotgan biri bulup süptüm bilen ve başka mekteplerini köyden anlayan biri bulup süptüm bilen bu mektepninki o'qitish ve meselelerge bo'lgan pozitsiyasi, milliy ma'rifga bo'lgan pozitsiyasi nihoyat yaxshi. G'iybulla Ajimninki bu jihatdagi ko'z qarashimi kengri bir inson, ham diniy jihatdan, ham fanniy, ham milliy jihatdan nihoyat yaxshi deyishga bo'ldi. Albatta bu deganlik boshqarishda masala yo'qmi yoki o'qitish masala yo'qmi deganlik emas. Albatta bor, hamma ishninki so'zlaydigan vaqti bor. Shunga men bu yerdagi maktabninki boshqarilishi, sufati jihatdagi bu ishlarga nisbatan baho bermayman. Agar to'liq hamma ish joyida bo'lgan bo'lsa, bundaq bir masala balkim chiqmasdi. Yoki bu shaklda hal qilinmay, texim yaxshi hal qilingan bo'lar edi. Endi bu masalaning chiqqanligi va yaxshi hal qilinmaganligi qaraganda albatta ma'lum darajada hammamiz masala bor. Ammo demoqchi bo'lganim shuki, maktab nuqul bir kishi bolalarni qorong'u shaklda o'qitadigan, dunyodan maxfiy tutadigan bu Qur'on kursi emas. Bunda bir kishilar Qur'on kurslarini salbiy tasvirlagandek bundaq bir manzara emas. Bu mayli bino jihatdan bo'lsin, mayli bu yerdagi o'qituvchilarningki qurilmasidagi ko'p xillik bo'lsin, bu normal bir davlat maktabi yoki normal bir maktabga aylanish imkoniyati intayin cho'ng bo'lgan, ammo to'liq aylanib bo'lolmagan. Mayli qonuniy rasmiyatlar jihatdan bo'lsin, mayli o'qituvchilar qo'shuni, mablag'lar jihatdan boshqarish masalasidagi yetarliliklar sababidan aylanib bo'lolmagan, ammo aylanishga tamoman sharoit hozirlangan bir maktab. Shunga bu yerdagi masalaga qaragan vaqtda shunday qarashimiz kerak. Ya'ni bu qo'shimcha ma'rif beradigan davlat maktabidagi o'quvchilarga shunday bir maktab. Endi bu ziyonkashlik uchirgan o'quvchilarmi bu maktabda 2 soat o'qiydigan bolalar. Kelib dars olib ketadigan. Qur'on kursi emas, Qur'on emas. Men maktabdagi ma'lumotlardan so'radim, chunki 1 yildan buyon maktabda o'qimagan bo'lgancha, o'qimagan dedim, o'qituvchilik qilmayotgan bo'lgancha. Bular Uyg'ur tili va boshqa fanniy darslar, maktab darsini kuchaytiradigan qizlar ekan. Endi kelayli jinoyatchininki ahvoliga. Jinoyatchi tutib kelindi. Ülüşkün'u deyman. Ülüşkün tutib saqchiga topshirib qo'yilganligidan xabar topdim. Shu vaqtda rasm, sizlar ko'rgan rasmni men ko'rdim. Hozir bu dinoni endi saqchilar ishkilib tekshiryotdi. Endi tekshirgandan keyin taxmo boshqa ahvollar o'ttirg'i chiqishi mumkin. Endi yuqorida men degan mayli zenqash kuchirgan bolalarning soni va ularningki zenqash kuchirash darajasi nalarda bo'lganligi haqida bilganlarimni yetkazdim. Ammo bundan boshqa yangi kuchurlar o'ttirg'i chiqishi mumkin endi. Chunki saqchilar tekshirgandan keyin u jinoyatchi inson taxmi ko'p bolalarga zenqashlik qildimi, qilmadimi yoki nalarda qildi, taxmi oydinlashishi mumkin. Ammo hozirgacha biz bildigan ahvollar mushu. Endi bu yerda yana tushuncha berishim kerak bo'lgan bir masala bor. Buni atlab o'tib ketsam, yana bu masala oydinlashmaydi. Chunki u tamamen yushurin qolmabdi agar men demay desam. Chalib puchuq o'ttirg'i chiqib o'tdi. Shunga buningmi bir tushuncha berib o'tay. U bo'lsa-mu o'tgan yakshanba yoki shanba bir bo'lak zenqashlik uchiruvchilarningki tonish bilishlari do'stlaridan bir bo'lak kishilar sonini aniq uqmadim 70-80 deganlar, 30-40 deganlar bor. Bu kishilarningki Selimpashaga chiqib bu yerda maktabdagi mas'ullar va bu yerdagi jamoatlar bilan bir yuzlashgan bir ahvol bor. Buningga qarta hamda G'iybulla Ajim Ko'sani WhatsApp to'plarida ba'zi tushunchalarni berib, ammo bosh oxirini kishilar bilmaganligi uchun bu yerda bir tushunishmaslik kelib chiqibdi. Buni mendan so'raganlar bo'ldi. Bu qanday ahvol ekan desanglar, endi men mening bilganim
bu ota-onalar saqchiga ma'lum qilgandan keyin saqchilar kelib maktabni qo'riqlarni hemen tekshirgan gap. Andan keyin maktabniki Heybulla Hacimga yordamlashgan Abdurahim Hacim deb xotinlik bir akamiz bor. Shu kishini tutib demaydi, chaqirtib saqchi mashinasiga ilib bir qancha qatim saqchixonaga. Bizning bu yerda endi odatdagi saqchixona emas, jandarma deymiz. Qurolli saqchi xona bor. Shularning boshqarishida bu rayon normal saqchilarning xizmatini shular qiladi. Shu yerga tekshirishga olib borgan. U yerga 2-3 qatim olib borgandan keyin, ular saqchilar kelib tekshirgandan keyin, ondan keyin bu kishi shu diloni ma'lum qilgan ota-onalardan biriga saqchiga ma'lum qilib ishtabdinglar. Endi agar maktab taqalsa yoki bir ish bo'lsa, sizlarni qo'rg'ondan chiqsizlar degandek bir gaplarni qilgan. Endi bu gapni men zanklash kuchirg'uchi bolalarning ota-onasidan angladim. Ondan keyin maktabdagilardan so'rgandan bu gapniki shundaroq deyilganligini e'tirof qildi. Demak, mushtaq bir narsa bo'pti. Endi men buni kichiklatib o'tishdimi, ko'pda o'tishdimi xohlamayman. Bu yerda agar saqchiga ma'lum qilsa, shunga endi binodan chiqsa degan tahdid shaklida deyildimi yoki bo'lmasa saqchilar avor qilib endi binoni maktabni tortib olsa yoki pechat solsa u chog'da chiqsa debchi, endi hammamiz chiqamiz degan shaklda dedimi. Men buni bilmadim. Ammo Habibulla Hacim va maktabdagilar mushtarak shaklda deyilganligini ilgari suryotidi. Ota zanglashga uchrag'uvchi mushu gapni anglag'uvchi dada bo'lsa, shu arz qilganligimdan norozi bo'lib meni binodan chiqsa dedi deb shuning bilan buni ilgari suryotidi. Men sizlarga buni aynan deb qo'yishni muvaffaq ko'rdim, chunki meningki hech bir tarafniki tarafini tutib oxirida sizlarnimi xato tarafga yetakligim yo'q. O'zimningmi ijtimoiy mas'uliyatimni ado qilaman, haqni yoqalayman deb bir tarafga jon besib qolgim yoki lillolikdan chetnab ketgim yo'q. Gapniki tushunishlik shakli. Endi bu arada gaplarim sal egizpas chiqib qolsa kechirim so'rayman, chunki men yozib olmadim, ratib olmadim, oldin tayyorlab qilmadim. Faqatlam bilganlarimni shu holatda avtomatik so'zlayapman. Endi bu gap ota-onalar bu gapni anglagandan keyin qattiq bir g'azablangan gap, ochiqlangan gap. Shuning bilan bular o'ziniki yaqinlarga bular bir tarafdan meni saqchiga ma'lum qilding deb qo'rg'ondan chiqdi dedi. Ondan keyin yana biri jinoyatchini mushular yushirib qochiryapti degandek gaplarni qilgan o'xshaydi. Shuning bilan boshqalar ondan keyin g'azablanib bir kishilar bu mahallaga chiqibdi. Endi bu chiqqanlarning ichida ulamolar jamiyatidagi va sirtidagi bir qism ulamolar bor ekan. Endi bular chiqqandan keyin bu yerda bu masalani bir yuzlashibdi. Yuzlashgandan keyin shuning bilan shu Abdurahim Hacim degan kishiniki shu gapni deganligi dalillanibdi va e'tirof qilibdi. E'tirof qilib bunga kechirim so'rabdi. Haqiqatan men hamda xato qilsabdim, chunki saqchilar kelib meni bolalarimni oldida tutib olib berib tekshirib qilgandan keyin men shu o'zinglarning bolalarini o'zinglar yaxshi ega chiqqan bo'lsanglar mush ish bo'lmaydi. Endi mushtaq bo'lish shunga endi mushtaq bo'lib qolsa binodan chiqsizlar degan maqsadda tasdiq ekan, men xato debdim deb kechirim so'rabdi. Ondan keyin bolalarning ota-onasininki jinoyatchini maktabdagilar qochiryapti degan gapmi? Bu to'g'ri emas ekan, amaliyotga uyg'un emas ekan. Chunki maktabdagilar boshda bolalarninki, men boshda deb o'tganimdek, bolalarninki ota-onasi saqchiga ma'lum qilaylik, sizlarning ixtiyoringlar debdi ekan.
saqchiga ma'lum qilmayli deganda ma'qul debdi ekan. Andan keyin saqchiga ma'lum qilamiz deb telefon qilgan vaqtidami Bibullo hojimga qilsanglar haqqinglar debdi ekan. Buni men shu otamdan so'radim, shundoq degan dedi. Andan keyin u jinoyatchi kishi maktabdan qo'roqdan haydalgandan keyin shu ota-onalarning ko'z oldida men endi bu yerdan ketma deb xo'shlashib ketibdi ekan. Bu ota-onalarmi shu chog'da bunga gap qilmabdi ekan. Demak, bularni birlashtirgan vaqtimizda endi bu yerda Bibullo hojimning yoki maktabdagilarniki bu jinoyatchini yushigan yoki qochirayotgan bir ahvol yo'q degan gap. Endi bani bor deyishimiz kerak. Shuning bilan andan keyin chiqqan jamoatmi andan keyin biz mushta deb anglab chiqib ekanmiz. Sizlarni jinoyatchini qochiryapti, andan keyin uni azdab bu kishini qo'roqdan chiqdi deb mushta zulm qildi deb anglab chiqib ekanmiz. Shunga biz majlisda xatolashibmiz deb bular o'zaro ko'ngil so'rashib andan keyin qaytishibdi. Andan keyin bu yerda yana bir qisqa qo'yilgan gap maktabninki mas'ulligi, maktabni kimning boshqarishi haqidagi ba'zi gaplar o'tirg'i chiqqan o'xshaydi shu so'rinda. Ammo u yerda ulamolar chiqqan ulamolar biz bu masalaga biz aralashmaymiz, chunki bu ikkinchi qadamdagi masala ekan, u maktabning mas'uliyati, maktabni kimning boshqarishi, kimning idora qilishi haqidagi ishlar. Ammo bolalarning huquqi va bu zanglashishga uchragan oilalarning huquqi haqidagi masalada biz chiqqan to'q, ammo bu masala biz anglagandekmi emas ekan, tamoman endi yo'qmi emas ekan, shunga biz qaytib ketaylik deb qaytib ketibdi. Mening anglaganim mushu, sizlarga shuni shu paytda yetkazyotiman. Bu xil ahvol mush shaklda o'tirg'i chiqibdi. Bu ahvolniki o'tirib qo'yishimizga sabab shu Bibullo hojimniki yoki boshqalarniki bu masalaniki ma'lum bir qismini o'tirib WhatsApp guruhlariga u yoq bu yerga tashlab qo'yib, masalaning bir butun jarayonini yuritmaganligi tufaylidan men bunimi deyishga majbur bo'ldim desam bo'ldi. Bo'lmasa bu bolalarning ishi bilan bevosita munosabatlik emasdek tuyuldi menga. Ammo sizlar munosabatlik ekan deb o'ylasanglar, bu sizlarniki bahayinglarga qolgan bir masala. Bu masala to'g'risida shunchalik to'xtalay, kechmi bo'lib qoldi. Boshqa so'zlaydigan so'zimni qolmadi deyman. Menimcha bir qur atrofliq tushuncha berdim deb o'ylayman. Allohga emanet, omon bo'linglar.